Biz kutgandek, biz bilgandek degan joyga keldik. Mana o'sha boshlayveramiz amaki ishimizni. Nima qilaverasiz? O'sha tayyor ekan, hamma yo'q. Tayyor, xudo xolasa. Xudo xolasa qiroq. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga keldik. Mana bu yerda natijli patolog mana shu joyga tortamiz. Xudo xolasa o'zlari ishimizga baho beringlar. Ajoyib mana holatda qilingan. Mana figuralari tepadan 7 sm tushirilgan, diodlar tashlangan. Va mana shuni tagidan chiroyli natijli patologda o'z tortamiz. Ish jarayonlarining boshida video qilishimdan maqsad o'sha qilgan joylarimizni eski holati, tag tomoni nima bo'lgan, shuni ko'rsatish niyatida mana sizlarga chiroyli qilib video qilib chiqaramiz. O'zlaring ishimizga baho beringlar. Hozir bitgan jarayonlarini ham chiroyli qilib video qilib chiqaraman. Endi boshlayveramiz amaki ishimizni. Nima qilaverasiz? O'sha tayyor ekan, hamma yo'q. Tayyor, xudo xolasa. Xudo xolasa qiroqlarga reykalar qo'yilgan, mana shu holatga tortib chiroyli qilib Bolalarga ham dastiga bersin, yaxshi qo'llari yularkan, ishlasha bo'laveradi. ishlari yoqyaptimi bolalarni? Bolalarga Kamchilik bo'lsa, ishda kamchilik bo'lsa ham aytaverasiz. Xudo xolasa to'g'rilab beraveramiz. Bu yerlarga mana lustra ikkita qo'yib beramiz, tog'a. ha, Ikkita lustra. ikkita olib kelganimiz ham qo'yiladi. Chiroyli qilib qo'yib berar ekan, yaxshi ekan. Bo'ldi, xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ish jarayonlari ketyapti mana. Diodlar tashab qo'yilgan, tayyor holatda. Bu joyimizni hozir gipsokardonni figurani o'rtasiga qilyapmiz mana. Ajoyib holatda mana pechatlarimiz tiniq holatda chiqqan. Buni endi chiroyli qilib topib olsak bo'ldi, xudo xolasa mana. Qo'llab-quvvatlab birdan like bosib turinglar, qadrli obunachilar. Mana qadrli obunachilar, mana tortilish jarayonlari ikkita burchakka tortib olindi. Endi hozir qizdirib bu narsani bitta cho'zishimiz kerak. Sababi hozir qishki kunida baribir teraskalik joy ham hozir sovuq bu yerda. Bitta qizdirib olishga mashaqqatroq bo'lyapti. Mana qizdirib o'zi tortib olingandan keyin yonlari qistirib chiqiladi keyin. Tamam, indirdi. Bu materiali xullas juda ham ajoyib, yaxshi narsa. Qalinligi ham qalin. Bemalol hech narsa bo'lmaydi. Tepadan suv o'tsa ham, chakka o'tsa ham hech narsa bo'lmaydi. Xullas materiallarimiz hidi yo'q, zo'rda. Hurmatli obunachilar, mana Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi obyektlarimizni bitkazdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Mana ajoyib holatda bitgan holatlari. Maqsad buni olishimdan maqsad mana o'zimiz qilgan joylarimizni video qilib olib boraman. Yana yangi videolarni qo'yaman. Ko'ringlar, baho beringlar. Lustralarini ham o'zimiz osib beramiz, hamma yo'g'ini ichida qilib beramiz. Materiallarimiz kачествоsi zo'r, hidi ham yo'q, xullas. Mana ajoyib ideal holatda chiqqan mana bu tomonlari ham. Narxlarini ham hamyonbop kelishtirilgan narxlarda qilib beramiz. O'zimiz xullas tayyorlab, olib kelib o'rnatib beramiz. Hamma yo'q ichida mana ko'rib turibsizlar. Hamma yo'g'ini o'zimiz qo'yganmiz. Diodlarni ham o'zimiz tashlab beramiz. Diod faqat o'zingiz olib kelib bersangiz ham bo'laveradi.
olib kelsangiz, xullas metrini o'sha kelishtirilgan narxda qo'yib beramiz. Ajoyib holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Mehnatimizni qadrlagan holatda bir dona like bosib qo'yinglar. Yana yangi videolarni chiqarishga harakatini qilamiz. Tak, narxlarimiz, gullilarimiz 100 ming so'mdan boshlanib 160 ming so'mgacha bor. Adnatoniylarimiz 60 ming so'mdan boshlanib 90 ming so'mgacha bor. Qadrli obunachilar, mana biz kutgandik, biz bilgandik degan joyga keldik. Mana o'sha bitgan holatlari bir baho beringlar. Mehnatimiz yoqsa bir dona like bosib qo'yinglar. Ajoyib ideal holatda mana foto pechatlarimiz mana tiniq holatda, mana gullarimizni zarlariga ham ahamiyat beringlar. Mana lustraning oldilarida. Mana bu tomonlariga ham ahamiyat beringlar-da. Ajoyib chiroyli holatda, har bitta gullari dona-dona, kачествоsi o'ta tiniq holatda chiqqan. Har bitta xonadonga xullas mana shunday holatda chiroyli qilib qo'yib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga uyatmasdan shuni telefon qilaveringlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Ishlarimiz kачествоsi zo'r, xullas 15 yil garantiya beramiz. Hamma yo'g'ini ichida qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana yangi videolarni chiqarishim uchun videoga bir dona like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Mana ko'ringlar, mana qirg'oq tomonlariga ham ahamiyat beringlar. Ajoyib holatda. Mana bunga bemalol ramka qilsa bo'laveradi qirg'oq tomonlariga. Salomat bo'linglar, qadrdonlarim.